Shoshilinch xabar. Buxoroda 13 yashar qiz ona bo'ldi. Buxoro viloyatida 13 yashar qiz ona bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Qalampir.uz holatga aniqlik kiritish maqsadida bolalar ombudsmani Surayyo Rahmonova bilan bog'landi. Bildirilishicha, Buxoro viloyatida voyaga yetmagan qizga jinsiy zo'ravonlik sodir etilishi holati bo'yicha 2025-yilning 11-noyabr kuni Jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxs protsessual tartibda ushlanib, unga tegishli tartibda qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bolalar ombudsmani viloyat doirasida bolaning qonuniy manfaatlari ta'minlanishi yuzasidan ish yurituv bo'yicha o'z kuzatuvini davom ettiradi. Shuningdek, bolalar ombudsmani odamlardan norasmiy nashrlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmaslikni so'ragan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida bir guruh yigitlar 14 yoshli qizni zo'rlagani haqida xabar berilganda, gumon qilinuvchi shaxslar Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanib, ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan.